Dart dasturlashtirilgan o'rganishni davom ettiramiz. Xo'p. Yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Xo'p. Qaranglar, Dart dasturlashtirildi, keyin Flutter framework'i oldin bitta oldin biz Flutter'da keyin Dartni alohidadan o'rnatib olishimiz kerak bo'lgan kompyuterimiz uchun. Hozirda qanday? Qaranglar, CMD ga kirib biz Flutter va qilsak, mana Flutter'ni Flutter version qilsak, mana Flutter'da versiyasini ko'rsatadi. Agar bu sizlarda ko'rsatmasa, bu Flutter o'rnatilmagan. Keyin Dart bor. Dart Flutter'ni Dart versiyasini ko'rsatadi. Bu ikkalasini oldin alohidadan o'rnatish kerak bo'lgan. Hozirda qanday? Darsimiz boshida sizlar bilan Flutter'ni o'rnatganiga esingizda bo'lsa, Flutter download qilsak, mana veb-sayt chiqadi, ichiga kirish orqali. Mana shu yerda operatsion tizimni tanlab turib, shu faylni o'rnatib, pejimizga qo'shib qo'ygandiga. Agar sizda o'rnatilmagan bo'lsa, bundan oldingi videolarda ko'rib, pejingizga o'rnatib oling. Shu Flutter faylni o'rnatganingizdan keyin o'zi mana shu Dart va Flutterda o'zi ishlashni boshlaydi. Bitta faylni o'zida. Bu nazariy ma'lumot desak ham bo'laveradi. Juda muhim narsa bas bu. Xo'p, keyin xo'p. Sababi qaranglar, nimaga muhim bas dedim? O'tgan darslarimizda bularni o'rnatib, sizlar bilan ishlatib tayyor qilib bo'lgandik. Shuning uchun men muhim emas deb ketdim. Xo'p, keyin qaranglar, aytishim kerak bo'lgan narsalardan Dart dasturlashtiriladi kommentlar bor. Kommentariya, bular uchun boshqa dasturlarda kommentariya va boshqa nuqtalarni ko'rgansizlar, shunga o'xshagan komment. Xo'p, kelinglar, komment nimaligini bilib olaylik. Misol uchun birga print samandar deb yozaman, print samandar. Endi bu yerda men nima qilaman? Dart bir lesson deb yozsam, hello world va tagidan samandarni o'sha print qilib beryapti, to'g'rimi? Shu kodda biz kommentga oladigan bo'lsak, shu ikkita slash deydi. Bu belgilarda o'zining nomi bor, sizlarga ham ko'rsatishim mumkin, lekin darsimiz chalg'ib ketadi. Xo'p, qaranglar, shu ikkita belgini qo'yadigan bo'lsak, bu kodimiz komment bo'lib qoladi. Komment bu nima desam bo'ladi? Matn bo'ladi xolos. Ya'ni kod tarzida ishlamaydi. Kelinglar, tekshirib ko'ramiz mana. Ko'rgan bo'lsanglar, kod bo'lib ishlamaydi. Bu faqat eslatma yoki boshqa bir dasturchilar uchun shu xabarni qoldiramiz. Misol uchun, mana tepasini qoldiraman. Bu kod qauslarni ichidagi matnni outputga chiqaradi deb yozib qoldirishim mumkin. Bu ham matn tariqasida qoladi. Ya'ni bu asosan bizning kodimizni boshqa dasturchilar tushuna olishligi uchun biz shunaqa izoh qoldiramiz kodimizga. Demak, tushunib oldik. Qaranglar, keyin kommentlarda turlari bor. Biz tepada ishlatganimiz mana ikkita slash belgisi, bu bitta nimasi bo'ladi? Bitta abzas uchun
bitta abzas komment uchun ishlatiladi. Keyin boshqa abzas bor. Komment turi bor. Bu esa nima desam bo'ladi? Bir nechta xat boshi bo'lsa, o'shalar bir nechta xat bosh kodlar uchun ishlatiladi. Kelaylar shuni hello world deylik yana. Buni yozsak hello world. Hop, kombinatsiya Ctrl C, Ctrl V qilib ketsak, mana yozib ketyapti. Shu yerda nechta yozdim? Kelaylar shuni bir qilamiz. Endi buni men xato bo'lib ketdi. Dart ishga tushirgandim mana. Mashlarni outputga chiqaryapti. Misol uchun shu ko'p kodimiz bor. Shularni kommentga olish uchun hammasini boshiga bitta shunaqa qo'yib chiqsak, bunaqa qilsak ham bo'ladi, lekin bu nima desam bo'ladi? To'g'ri bo'lmaydi, xunuk ko'rinadi. Ya'ni xato kommentga olingan bo'ladi. To'g'ri kommentga olish bu shu belgini qo'yib turib, ko'paytiruv belgisi, klaviaturamizda ko'paytiruv belgisi bor o'sha. Yoki shift 8 bor. O'sha belgi keyin mana yana yulduzcha, keyin shu slash belgisini qoldirib turib, print hello world deb qoldirishimiz mumkin. Endi nima bo'ldi? Ikkita hello world chiqdi xolos. Ya'ni mana kodimiz ham kommentga oldik. Ikkita komment turini ko'rdik. Bu komment turi bu bitta qator uchun ishlatiladi. Agar bizda ko'p qatorli komment bo'lsa, biz shundan foydalanamiz. Boshiga shuni qo'yamiz va oxiriga buni qo'yib qo'yamiz. Buni biz kesib olib turib, shu yerga qo'yib qo'ysak bo'ladi. Mana hop, kelinglar shu kodimizni yana pastga olamiz. Endi buni yana kommentga olish yo'li bor. Hop, belgilab olamiz va Ctrl bilan klaviaturamizda shu belgi bor, shuni bosganimizda Ctrl plus. Hop, yangi xatoga tushmoqchi edim. Mana Ctrl plus shu belgini bosamiz. Bosganimizda belgilagan xatolarimizni ham kommentga olib qo'yadi. Shunaqa yo'li ham mavjud.